ukajon bitta mana shu tochka uchun mana shuncha ishni mana asosini chiqarib tashlaydi. O'shaning uchun seni vaqtida chaqiraman, vaqtida kelib qilgansan, ko'rdinglar? Lekin o'shaning uchun meni ko'pchilik hurmat qiladi. Detailing sohasi bo'yicha mana shu mashina qabul qilib oldimmi? Polностью ko'rib, tekshirib olib, machinasini qilib, keyin polovka qilaman. Albatta, ba'zi bir detailing studiyalarga ham iltimosim bor. Mashina qabul qildinglarmi? Machinasini ko'rib chiqinglar iloji boricha. Agarki unutib qo'ygan bo'lsanglar ham, mashinani yuvib, tozalab, polovka qilishdan oldin bitta ko'rib olib, tekshirib, bitta skotch yopishtirib chiqib, egasiga rasm, video olib turib jo'natib yuborsanglar, вообще zo'r bo'ladi. Biroz yetib qo'yinglar egasiga. Mashinada machina bor. Mashina chiqarish kerak, keyin biz polovka qilamiz deb aytinglar biroz. Chunki machinasi bo'lib turib, polovka qilib yuborsanglar, qilgan ishinglar bir teng bo'ladi. Shuncha vaqtingiz zoya ketadi. O'shaning uchun kichkina tavsiyam. Mashina keldi, polni ko'rib olib, bitta machina bo'lsa ham, imенно mashinaga o'xshagan kichkina machina qolib ketsa ham, ishimizni dabdalasini chiqaradi. Tavsiyam, maslahatim, ko'rib olinglar, tekshirib olinglar, как положено. Shu.